Kechalichkamga assalomu alaykum aka, musofir davlatdaman, uylanganman, ayolimda ko'nglim yo'q, men boshqasini sevaman, qancha haydasam ham ayolim ketmayapti, maslahat bering, nima qilay aka deb birov yozibdi-da. Xalqimizda bir zo'r gap bor-da. Qovunni zo'rini etiydi deydi. Agar seni haqiqatda shunaqangi haydasang ham ketmaydigan, xiyonat qilsang ham ketmaydigan, boshqasi bilan yashasang ham ketmaydigan ayoling bo'lsa, haqiqatda senga qovunni zo'r uchrabdi-da. Agar seni shunaqangi mehribon ayoling bo'ladigan bo'lsa, bugun musofir davlatdan bilet sotib oldi, uyingga uchib kelib, o'sha seni kutayotgan ayolni oyog'ini o'p, oyog'iga tiz cho'kib kechirim so'ra. Joningdek evaziga bo'lsa ham, o'sha ayolga yig'lab bo'lsa ham ko'nglini olgin. Chunki 2025-yilga kelib bunaqangi mehribon ayollarni, bunaqangi sabrli ayollarni topish juda ham qiyin bo'lib qolganda. Shunaqangi ayollarni bilaman. Er yaxshi pul topsa ham, hamma kamchiligini to'ldirsa ham, nima desa aytganini qilsa ham, erini tashlab ketadigan ayollar bilan. Eriga qo'shib, o'sha oilani, mahallani oldida hurmatini bitta qilib chichib ketadigan ayollar bilan. Seni ayoling shuncha qilg'ilik qilsang ham, shuncha yomonlik qilsang ham, shuncha ifloslik qilsang ham sabr qilib kutayotgan ekan. Shunga Alloh taolo bir insof berib qolardi. Sen borgin uyga, o'sha ayolning qadriga yetgin.